Bugun bir ijodkor bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Aynan To'raqo'rg'on tumani madaniyat xodimi Umidjon Adhamov bugun studiyamiz mehmoni. Umidjon, assalomu alaykum. Umidjon, studiyamizda xush ko'rdik. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Yangi fasl, yangi mavsum muborak bo'lsin deymiz. Yangi oy muborak bo'lsin deymiz. Va bilamizki, san'at ahli bu hamisha san'at ahlini ko'rganimizda bayramlar degani, tantanalar degani, yaxshi kunlar degani. Aynan bugun ijodkorlarimiz To'raqo'rg'on tumanida nimalar bilan band bo'lyapti? Aynan To'raqo'rg'on madaniyat bo'limida qanday yangiliklar? O'zingiz haqingizda ozgina ma'lumot, nima ishlar qilyapsiz? Keling, batafsil birma-bir bizga gapirib bersangiz. Biz To'raqo'rg'on tuman madaniyat bo'limida shu yaqin 5-6 yil ichida juda ham bir katta o'zgarishlar yuzaga keldi. Bizda asosan ish tashkilimiz shu to'garak, o'quvchilar qamrovi, shu biz o'zimizning hududimizdagi o'quvchilarni bo'sh vaqtini mazmunlatish maqsadida shu turli xil to'garaklar tashkil etganmiz. Shaxsan o'zim milliy estrada yo'nalish to'garagidan o'quvchilarga saboq beraman. Ozodbek Ahmadovichning tashabbuslari bilan tashkil etilgan konkurslarda, masalan, qo'shiqchilarni shu tanlovlarida shu o'quvchilarimiz hozirgacha faol ishtirok etib kelishyapti. Hamda shu ishxonamizning o'zi To'raqo'rg'on tuman madaniyat xodimlari yaqinda Ruminiya davlatida gastrol safari, ijodiy safar amalga oshirib kelishdi. Shu endi madaniyatimizda o'zgarishlar juda ham katta. Aynan bugun mana shu estrada yo'nalishida To'raqo'rg'onlik, o'zi bilamizki, To'raqo'rg'on polvonlar yurti deb aytishimiz mumkin. To'raqo'rg'onda yaxshi hofizlar yurti deb ham aytamiz, chunki zabardast hofizlar ham juda ham ko'p. Va juda ham ko'plab aynan mana shu yurtdoshlarimiz bizning Guldasta dasturimizda mehmon bo'lishgan. Ular qatoriga yana siz ham qo'shilyapsiz. Bugun mana shu yoshlarimizni milliy estradaga qiziqish qanday bo'lyapti? Endi qiziqishlari juda ham yaxshi, faol o'quvchilar o'zlari kelib, shu ota-onalar bilan birgalikda kelishadi. Shu o'quvchilarni o'zimiz to'garagimizga o'quvchilar safiga qabul qilamiz. Endi tez orada ular masalan ota-onasi natijalarini ko'rishyapti, o'quvchilarni va farzandlarini sahnalarda ko'rishyapti. Yurtimiz bayramlari, Mustaqillik, Navro'z, Yangi yil, shunga o'xshash ko'plab tadbirlarda shu o'quvchilarimiz faol ishtirok etishyapti. Tuman bayramlarida. Albatta. Shu endi natijalari shu. Endi bundan keyingi rejalarimiz bundan ham kattaroq sahnalarga olib chiqish, dunyo reytingidagi shou konsertlarga ham olib chiqish. Bugungi kunda juda ham ko'plab teleloyihalar, bundan tashqari xalqaro mana shunday bellashuvlar bo'lib o'tmoqda va o'zbek yigit-qizlari, aynan san'at, madaniyat yo'nalishida tahsil olayotgan, bilim olayotgan yoshlarimiz aynan mana shu yuqori pog'onalarni egallab, bugun o'zbek san'atini dunyoga tanitib kelmoqda. Aynan mana shunday konkurslar ham milliy estrada yo'nalishi bo'yicha bo'lyaptimi? Oxirgisi qachon bo'ldi yoki kelajakda qandaydir rejalar bormi qatnashish uchun? Oxirgisi shu o'zimizni madaniyat markazida milliy estrada yo'nalishi bo'yicha tuman bosqichi bo'ldi. Shu bu professional xonandalarni emas, balki havaskorlik jamoalarini tashkil etish bundan maqsad. Shu o'zimizni tumanimizdagi aholilarning ichidan iste'dodlarni saralab olib, shu viloyat bosqichiga, viloyat bosqichidan o'tganlarni shu respublika bosqichlariga olib chiqib, shu endi hozir o'rin ham oldik. Asosiysi ishtirok degandek, malaka oshadi, malaka oshadi. Ko'p joylarda shu iste'dodlarni namoyish qilishyapti hududimizdagi iste'dodli yoshlar. O'zi umuman endi sizni ijodingiz bilan tanishsak, qachondan beri mana shu san'atga qadam qo'ygansiz? O'z oilada san'atkorlar bo'lganmi? Biz oilamizda san'atkorlar bo'lmagan. Biz san'atga kirib kelishimiz shu tog'alarimiz tomonidan qiziqish bo'lgan. Endi hozirgi ijro etiladigan qo'shiqlarimizni she'rini men o'zim yozaman. Ko'p qo'shiqlarni she'r o'zim yozaman, chunki qolgan shoirlarning she'rlari qanaqadir bir jiz etmagani sababli men o'zimni boshimdan o'tgan narsalarni ko'nglingiz to'lmaydi. Demak, o'zingiz yozishga harakat qilasiz. Har bir ijodkorning o'zini dunyosi bo'ladi, o'z dunyosiga yarab shu nima deydi, badaniga mos libos tanlashga harakat qiladi. Endi hamma shoirlarsiz, hozir shoirlar shunaqangi she'r yozib qo'yadi sizga. Keyin voy Anvar aka nima deb qo'ydim ekan deyishingiz ham mumkin bo'ladi, chunki
shunaqangi zabardast va yosh shoirlarimiz bor. Hozir she'riyatda ham uslubli o'zgarib ketyapti. Ayniqsa mana shu bir o'zgacha talqinda hali bunaqa yo'nalishda ham she'r aytsa bo'larmikin, yozsa bo'larmikin deya shu kitob varaqlaganingizda hayron qoladigan darajada she'rlar bo'lyapti. Endi izlanishda ham gap katta aslida. Albatta. Endi siz o'zingizga Alisher Fayzi odati bor edi, o'zi she'r yozib, o'zi bastalab hit darajasiga chiqargan. Bugun bizni mehmonimiz o'zlaridan ham chiroyli qo'shiqlar tayyorlab kelganlar. Keling bo'lmasam birinchi xonishni nomini eshitaylik va keyin sizdan shu qo'shiqni eshitaylik. Birinchi mualliflik qo'shig'imiz O'shal odamlar deb nomlangan qo'shiq. Buni she'rini o'zim yozganman. Qo'shiq qilib ijro etishda bizga yaqindan yordam bergan, aytib o'tmasam bo'lmaydi, Muzaffar Ibragimov, Umidjon Yo'ldashev hamda Azizbek Qurbonovlar bilan birgalikda shu qo'shiqni yaratdik. Endi hozir eshitib ko'rasizlar. Chiroyli bo'lsa. Mavzusi nima bu qo'shiqning? Mavzusi. O'shal odamlar. Buni mavzusi shu bir yigit shu o'zini yaxshi ko'rgan yoriga bir sovchi jo'natganda, muhabbat mavzusi shu rad qilinadi. Siz o'zbek seriallariga mos bo'lgan qolishlarda. Albatta. Bo'ldi. Ketdik, eshitib ko'ramiz bo'lmasam. Qani ketdik. So'zlarim aytay dardimni, ikkiga bo'lingan muhabbatimni. So'zlarim aytay dardimni, ikkiga bo'lingan muhabbatimni. Arzimas bo'lsa-da tinglang odamlar, aytib to'kib olay ko'zdan yoshimni. Arzimas bo'lsa-da tinglang odamlar, aytib to'kib olay ko'zdan yoshimni. Sevgimiz bilishmadi, holimiz so'rashmadi, nazarga ilishmadi netay odamlar, o'shal odamlar. Sevgimiz bilishmadi, holimiz so'rashmadi, nazarga ilishmadi netay odamlar, o'shal odamlar. Oldinga borolmay qaytar qadamlar, yurakni ezadi dardli alamlar. O'lgan sevgimizni qaylarga borib ko'mayin ayting odamlar. Oldinga borolmay qaytar qadamlar, yurakni ezadi dardli alamlar. O'lgan sevgimizni qaylarga borib ko'mayin ayting odamlar. Sevgimiz bilishmadi, holimiz so'rashmadi, nazarga ilishmadi netay odamlar, o'shal odamlar. Sevgimiz bilishmadi, holimiz so'rashmadi, nazarga ilishmadi netay odamlar, o'shal odamlar. Otasi so'zlariga, g'azabli ko'zlariga, yo'q degan so'zlariga netay odamlar, o'shal odamlar. Otasi so'zlariga, g'azabli ko'zlariga, yo'q degan so'zlariga netay odamlar, o'shal odamlar. G'azabli ko'zlariga netay odamlar, netay odamlar.
odamlar, o'sha odamlar shu yigitga shu yorni olib berganinglarda shunaqangi dardli qo'shiq chiqmas edi deb aytishingiz mumkin bo'ladi. Dasturimiz davom etadi. Albatta ijro haqida fikringizni kutib qolamiz, chunki bu hozir ochiq maydon, yaxshi fikrlarni kutib qolamiz, qo'llab-quvvatlaymiz. Ijodkorlari ko'ngli sal nozik bo'ladi. Shuning uchun ilhomlantirish uchun bir yaxshi so'zlarni yozasiz degan umiddamiz. She'r borasida deganingizda, agar ruxsat bersangiz, ozgina lirik chekin qilsakda, sizga aytgan mana shu shoirlardan birini o'zgacha bir she'ri meni ta'sirlantirganda, bir kun qachondir shu efirda o'qib beraman dedim. Muhabbat mavzusi kelib qolganda, aynan mana shu muhabbat mavzusida qiynalib va ey degan joyatiga ana shu she'r bor. Yetar endi charchadim rosti, yolg'onlarning oshin yemasman. Og'rib ketdi ko'ksimning osti, xavotir ol, yaxshi emasman. Kosasiga to'lmoqda sabrim, ko'z yoshimga qo'shildi jabrim. Bir kun meni yutmasdan qabrim, xavotir ol, yaxshi emasman. Ko'nglim faqat sengla ovora, parchalangan pora-yu pora, yonimga kelsayding zora. Xavotir ol, yaxshi emasman. Armon yo'lin adog'i yo'qmi, ozor qalbga qadalgan o'qmi, sog'inch dilga qilingan do'qmi? Xavotir ol, yaxshi emasman. Anduhlarga ko'milgan boshim, yuzim yuvar alamli yoshim. Yetmayapti ortiq bardoshim, xavotir ol, yaxshi emasman. Otashingda kuyganim haqqi, ishq azobin tuyganim haqqi, jondan ortiq suyganim haqqi, xavotir ol, yaxshi emasman. Ko'zingga ayt, ko'rsin meni ham, egallaydi vujudimni g'am, kelib turgin mehrdan malham, xavotir ol, yaxshi emasman. Yetar endi, charchadim rosti, yolg'onlarning oshin yemasman, og'rib ketdi ko'ksimning osti. Xavotir ol, yaxshi emasman. Yetar endi, charchadim rosti. Charchagan yurak haqida. Yo'q. Bezilligan yurak haqida. Hozir biroz o'qsam, u mijoz hozir ketyapti o'zingiz. Ozgina bizni yig'latib yuboray ham dedingiz. Endi Umidjon olganda, bugun san'at sohasi juda ham keng ummonda. Ijodda va aynan hayotda ham inson kuchli bo'lishi talab etilyapti. Bugungi kunda mana shu sizni kuchli qilib turadigan omillar nimalar? Aynan hozirgi kunda meni kuchli qilib turadigan bu oilaviy qo'llab-quvvatlash. Umuman olib qaraganda, o'zim oilamdagi ota-onam, yaqinlarim, ustozlar, albatta biz qanaqadir qo'shiq yo bir she'r yozish maqsadida bo'lsak, albatta o'zimizdan katta ustozlar bilan maslahatlashib qilamiz. Shu bizni qo'llab-quvvatlaydigan asosan shu oilamiz, ota-onam, yaqinlarim. Endi sizga qisqa bir savollarni taqdim etaman. Sevimli qo'shiqchingiz? O'lmas Ollaberganov. Sevimli qo'shig'ingiz? Faramush. Kutaman. Siz sahnada yoki studiyada ko'proq o'zingizni qayerda erkin his qilasiz? Studiyada. Endi biz o'zimizni shu ishxonamizda, shu aynan bizni erkinligimiz sahnada. Endi san'atkor uchun sahnadan boshqa joy. Sahnami yoki studiyami? Sahna, endi sahna. Xalqimiz orasidagi sahna. Bir so'z bilan aytganda o'zingizni ta'riflang. Bitta so'z bilan. Umidjon qanday inson? Ko'pincha erinchoq. Dangasamisiz? Lekin qoyil, dangasalik bilan shunaqa chiroyli, yoqimli xonishlarni ham she'rini o'zingiz yozasiz. Ham kuyini bastalashga harakat qilasiz. Keyingi kuyimiz, qo'shig'imiz, endi keyingi qo'shig'imiz sal kayfiyatni ko'tarish uchun Xumoriman deb nomlangan qo'shiq. Uni ustozlarimiz yozib berishgan. Xumoriman nozingni, yoqimli ovozingni deb, shu ham yorga atab aytilgan qo'shiq. Buni ham bir eshitib ko'rasizlar. Keling, bo'lmasam bu yallarni birgalikda eshitamiz, kayfiyatni ko'taramiz, televizorni, radioni ovozini balandroq qiling. Agar keng maydonroq bo'lsa, bemalol raqsga tushib, kayfiyatni yana ham tiklashimiz bo'ladi. Keling, biz ham ozgina bir qonimizni yurishtirib olamiz. Umidjonni sahnaga taklif etsak. Marhamat.
bakışlaring Atlas ko'ylak kiyib olib nozlaring Yarashibdi chakanga gul taqishlaring Yarashibdi chakanga gul taqishlaring Xumorman nozingni, yoqimli ovozingni Xumorman nozingni, yoqimli ovozingni Shirmon buloq suvi kabi qaynab o'ynab Jo'shib toshib man tomonga boqishlaring Shirmon buloq suvi kabi qaynab o'ynab Jo'shib toshib man tomonga boqishlaring Havasimni orttiradi rostini aytsam Soching o'ynab tez-tez kiprik qoqishlaring Havasimni orttiradi rostini aytsam Soching o'ynab tez-tez kiprik qoqishlaring Soching o'ynab tez-tez kiprik qoqishlaring Xumorman nozingni, yoqimli ovozingni Xumorman nozingni, yoqimli ovozingni Sevishimni bilasan-ku nega yana Sinamoqlik maylisini haq ishlaring Sevishimni bilasan-ku nega yana Sinamoqlik maylisini haq ishlaring Yuragingga quloq solgan u shivirlar Kuydiradi ko'pchilikka yoqishlaring Yuragingga quloq solgan u shivirlar Kuydiradi ko'pchilikka yoqishlaring Kuydiradi ko'pchilikka yoqishlaring Xumorman nozingni, yoqimli ovozingni Xumorman nozingni, yoqimli ovozingni Xumorman nozingni, yoqimli ovozingni Xumorman nozingni, yoqimli ovozingni Yoqimli ovozingni Guldasta dasturida chiroyli xonaishni bizga taqdim etgan xonanda Umidjon Adhamov bo'ldilar. Umidjon, bugungi tashrif, bugungi suhbat uchun sizga katta rahmat aytamiz. Haqiqatan kayfiyatimiz ko'tarildi. Ijodiy muvaffaqiyatlar sizga hamroh bo'lsin deb qilamiz. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. SMS xabarnomalar orqali ham sevgili tomoshabinlar, radio muxlislarimiz aynan yosh ijodkorimizga omad tiladilar. Sizga yetkazib qo'ydik. Har bir SMSni o'qib chiqishga vaqtimiz bo'lmadi. Demak, mana shunday qo'llab-quvvatlab turgan barcha muxlislarimizga ham katta rahmat aytamiz.